Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan 3-qora kartali o'yinchilarni ochamiz. Bitta o'yin o'ynasak o'zimizga beradi qora kartali player. Ko'rib turibsizlar, mana 19 minglab pul qo'yganmiz. Bu 19 ming pulni shu video uchun yig'ib bormoqdaman. Qanunda videoni cho'zmasdan ketdik. This then how the home team is and the away team have gone with this formation. Haaland drives forward. Is this a goal? Goal for Mbappe. They've done the hard work. Can they hold on? Let's take another look at that. Obunachilar menga ozgincha yordam berib tursalaring, obuna bosib qo'ysalaring, 66 tamiz hozir biz 100 ta bo'lishimiz kerak tezroq. He rose up to win the ball. 100 ta bo'lsak men juda ham xursand bo'laman. Sizlarning poddeshkalaringiz menga juda katta motivatsiya bo'ladi. Qanotdan Rafinha, Olise, Mbappega pas, Mbappe qanotdan hujum. Golmi yo'q. Yamal qanotdan qochamiz. Qanotdan uzatma va golmi? Gol. Obunachilar like va obuna bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi bu. Hernandez. A strong tackle. Kvaratskhelia with the ball. An expert tackle. Passed into the box. Ketdik Haaland. This is Haaland. Haaland. He's clear and sprinting Haaland. forward now. Oh, that was just inches away from going in. Jarohat oldi. Marquinhos, Pedro Porro, Zaire Emery, Joe Neves, Mbappega pas, Mbappe, Marquinhos. Ketdik Haaland. Will we see a goal? Haaland endi And Haaland scores. Great composure from this player. Is that goal just the start of many? Everyone's ready. Men birinchi qora olganimda Rivaldo tushib qolgan. Uni sotib, yana ikkinchisini ochganimda yana Rivaldo tushib qoldi. Bu safar menga Desali kerak. Desali bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Endi Cannavaro'ni bo'yi pastroq bo'lgani uchun endi sal uni It's whipped into the box. Oh, there from Haaland. He's boshda yaxshi o'ynamaydi Cannavaro, shuning uchun bo'yi past. Menga Desali kerak. Pedro Porro. Cannavaroni olib qo'yish yaxshi-ku, lekin Fabian Ruiz. bosh bilan o'ynashi, kuch darajalari, tezliklari yaxshi emas. Seni Mayulu. Hollandlarni bosh tepadan yuqoridan uzatmada o'tkazib yuborish mumkin, shuning uchun Cannavaro menga kerak emas. Cannavaro tushsa ham sotib yuboraman, menga umuman kerak emas Cannavaro. Bizda hozirchalik 0-0, yana bitta gol ursak aniq bo'ladi. Oh, he tried his luck there, but it's just off target. Tushiramiz. Pedro Porro, Mayulu, Joe Neves, Kvaratskhelia,
of skill there. Gol urib ketmasligi Wins the kerak. ball. Yaxshi. Pedro Porro. O Neves. Moving down the flanks here. Qo'y. I wouldn't Ketdik. be surprised if he gets the Hollandga player of pas. the match Holland award. hujum. Well, a great performance from the winning team. They Marquinhos'ni fully deserve to be lifting aldaymiz that va trophy. golmas. He's shaping to shoot. Xonov. Saved by Savinov. Hooks it forward. To'xtanglar, hozir almashtirib olaylik. Rivaldoni Lewandowski'ni tushiramiz. Vinicius Pogbani o'rniga tushadi. Tushmaydi. Taqlanib Porro brings it forward. bitta gol urishimiz kerak. Ketdik Mbappe. hujum. Mbappe. Holland. He can't miss. It's Yaxshi. in. That's his hat-trick. What an achievement. No wonder the fans love him. That was his 30th goal across all competitions. Zabarnyi. We're into time added on now. Menga Desali tushsa yaxshiroq bo'lardi. What a display. They've coped with the So, pressure. They're Williams Diamond Cup Santiago. champions. Ana 15 ta olmos, 63 ta pul, tanga, DPdan 210 ta, Klandan 2070 ta. Yana Pogba bor, Paul Pogba. Yaqinda ko'p futbolchi sotib oldim. Bastoni, Gabriel, Vitinhani sotib yuborgandim. Hozir yana sotib oldim. Yamalni ham sotib yuborgandim, yana sotib oldim. Vinicius tushib qoldi. Agent ochgandim mana bundan. Mana shu agentdan ochgandim. Vinicius tushib qoldi. Robert Lewandowski ham shu agentlardan tushdi. Mana bu Mebomo ham tushdi shu agentlardan. Xullas mana 2 marta ochganman mana. Mana birinchisida mana bu Rivaldo tushib qolgan. Ikkinchisida ham Rivaldo tushib qoldi. Sotib yuborgandim birinchisini, ikkinchisida ham Rivaldo tushib qoldi. Mana endi uchinchisini ko'ramiz. Uchinchisida kim tushar ekan? O'yinimiz 70 bo'lishiga ham 14 o'yin qolibdi. Desali tushsin bizga Desali. Cannavaroning bo'yi mana 1.76. Bergkamp ham yaxshiroq menimcha. Lekin bizga Desali kerak, Desali. Davay, bismillahirrohmanirrohim. Aytgan futbolchimiz tushmoqda bizga, yaxshi. Fransiyalik ajoyib himoyachi. Taklinglari 92 This is a bo'lgan. special moment for a special player. The secret's out. Desali. It's signed for the team. Yaxshi. Blet. Telefonim o'chib qoldi hozir. Yaxshi, bizga Desali tushdi. Desali yaxshiroq. Mana, aytgan futbolchimiz tushsa yaxshi-da. Taklinglari 92, kuch darajalari 94, stamina 86, tezlanish 75, speed tezlik 81, pas 80, kontrol 80, shot darajalari 53. Yaxshi. Men mana bu Rafael Leo'dan yaxshiroq chiqarganman. Shuni full qilib olishim kerak. Rafael Leo qolgan, menda full bo'lmagan. Yaqinda full bo'lish kerak. Virgil van Dijk. Yaxshi ketmoqda, taklingga 2 plus qo'shilsa
Yaxshi 400 chiqadi. Rafinha'ni ham full qilib olganman. Ko'rib turganlaringdek 3-5-2 taktikasida bu ajoyib taktika. Bizga Grimaldo Guehi kelibdi. Menga De Gea kelishini kutmoqdaman. Mana bu yerda ham agentlarni yig'ib qo'yganman. Shu yaqinda video chiqaraman. O'shanga mayli, sog' bo'lasizlar jigarlar.